ravo, buyrak dori. Bu tog'larda bo'ladi. Qashqadaryoning tog'larida, Navoiyda Nurota Langar tog'larida, o'zimizda Bo'stonliqdagi tog'larda ham bor ekan. Topdik buni. Buyrak dori buyrak yallig'lanishi, buyrakda tosh, tuz, qumlari bo'lsa siydik orqali maydalab tushiradi. Ayollardagi sistit kasalini ham davolaydi. Men bir ikkita bolalarni ko'rdim, bloger bolalarni buyrak dori homiladorlarga mumkin emas deb chiqarishibdi. Aslida bu xato. Chunki bu buyrak dorini rahmatli bobomlar ishlatganlar buni. O'sha paytda 8 ta qizlari, meni 7 ta xolam bor, oyim bilan 8 ta qiz ular. Hamma xolalarim homilador paytida ichishgan. Bitta xolamni buyragi siqilib qolgan, homilasi kattaligidan davleniyasi juda ham ko'tarilib ketgan. Doktorlar o'ladi deb aytishgan, bolasi o'ladi, yashamaydi deb aytishgan. O'shanda men shu buyrak dorini yeb o'zimga kelganman deydilar xolam. Men o'zim ham 14 yoshimda, keyin kichkina qizcha bo'lganman. Bunaqa narsalar hali unaqa kelajakda ishlayman, tabib bo'laman deb o'ylamaganda. O'sha paytda 14 yoshligimda buvimlarning uyiga borganimda tog'amning xotinlari menga 3 mahaldan berganlar. Belim og'riyapti deganimda. Shundan beri belimda umuman og'riq yo'q. Belda agar pristup bersa ham joyida qoldiradi.